qaranglar, Namanganning eng top 5 ta high-tech darvozalarini tanlab bermasanglar bo'lmaydi. Yengili bormi? Mana shu stilda bo'lsin. Yarmi narxiga bor. Yo'q. Mana shuni ko'ring. Pashta ikkitasi bir xil narsa, pechatligi prosta. Yarim puliga o'rtoq 18 million bo'lsa bu qancha? 8 million 700 ming so'mga shu holatda olib berib o'rnatamiz. 8 million 700 ming. O'rtoqlar, menga yordaminglar kerak. Mana qaranglar, Namanganning eng top 5 ta high-tech darvozalarini tanlab bermasanglar bo'lmaydi. Kelinglar, raqamlaylik. Mana buni qaranglar, men taroqli deb qo'ydim fasonda. Mana bu kommentga yozinglar, qaysi biri yoqdi. Mana bu taroqli. Mana bu afsona stilda high-tech. Mana turetskiy high-tech. Mana ham o'zgacha. Bu ham taroqli 2 deymizmi, xullas. Mana bu o'zimizda high-tech darvoza. O'rtoqlar, kelinglar, menga yordam beringlar. Juda chiroyli, hammasi ikkilik bu dislar, baquvvat ikkilik. Mana buni keling kommentga, mana bu yoqqan bo'lsa 1 qo'ying. Mana bu yoqqan bo'lsa 2. Mana bu turetskiy yoqqan bo'lsa 3. Kommentga yozib ketinglar o'rtoqlar. Mana bu yoqqan bo'lsa albatta menimcha 4 ko'p bo'lsa kerak. Endi mana bu ham juda chiroyli chiqibdi. Assalomu alaykum, Hoshimboy, yaxshimisiz? Namanganda eng mohir ustalaridan mana qo'liga ustalar. Rahmat. Xo'p, Hoshimboy, mana shunga ham bir qiziqib qoldim. Qop-qora, bir haliga shunaqa. Black piano bo'lganda. Shunaqa. Mana shu listli 2lik, 2 qavatmi bu? 1 qavatmi? Bu 1 qavatmi? 1 qavatli. Mana shu umumiy narxi qancha mana shu? Buniki 18 million 900 ming so'mga o'rnaydi bu. Birib uстановkalari bilan hammasi bu. Hammasi ichida O'zbekiston barcha hududida. Deyarli 19 million so'm, 100 ming so'm kam. Shu misol men ham o'rnasam, menga jicha qimmatli qilyapti-da. Shuni bir yengili bormi? Mana shu stilda bo'lsin. Yarmi narxiga bor. Yo'q. Mana shuni ko'ring. Pashta ikkitasi bir xil narsa, pechatligi prosta. O'rtoqlar, men bu jicha rol o'ynadim, lekin bitta baho beringlar. Juda chiroyli chiqibdi. Nima farqi bor? Balki sinchiklab tekshirsiz, pechatligi xolos. Mana buni qo'ydingiz nima? Buni qo'ydingiz nima? Bir xil. Gap yo'q. Pechatli, endi buni 50% pechat, 50% 1.8 list bilan bitka. Buni oxirida navbat kelganda tanishtirib o'tamiz. Buni oxiriga olib qo'yaylik-a? Shunaqa. Yarim puliga o'rtoq 18 million bo'lsa bu qancha? 8 million 700 ming so'mga shu holatda olib berib o'rnatamiz. 8 million 700 ming shuni o'rnatilar ekan. Boshlayveramiz. Xo'p, endi bir boshdan narxlari hammasini bemalol obzorda boshlayveramiz. Shundan boshlaylik, bo'lmasa Samarqand fasondan. Samarqand fasondan. Xo'p, buni nalishkalari, buni kesakilari maydalab qo'yganmiz, egalarnikida teramiz, Qashqadaryoga boradi. Upakovka qilib jo'natamiz-da. Bu yarim tayyor deylik, Shunaqa tayyor. Endi qolgan joylarini yig'ib olmaydi, yig'ib turib yana maydalagani. Usmet qilishmadi o'rtoqlar, buni tepalarini, yonlarini qo'ysak, vobshe bu chiroyli bo'ladi. Shunaqa. Nechi bular? Balandligiga 2.90, eniga 4.24 bo'lgan darvoza. Kalitkasi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan. Kesakilari ponni krugovoy 12 rossiyskiy shivellar, o'rta ustimi 12 ga 8, brusi 3.2 qalin stenkasi bo'lgan. Listlarga keladigan bo'lsak, listlari 2li o'sha qalin listda bo'lgan. Ikkinchi qavatiga mana riflonka listi bosganmiz, ikkitasini orasiga shumilizatsiya qilganmiz mana. Durung degan ovoz chiqmaydi. Shunaqa. Mana o'rtoqlar, qaranglarchi. Tekisda sal haligi bunaqadagi bo'lib ketgan joyi yo'q-da. Buni ham variantlar bor-da. Buni ponni silliqqa ishlangan, germetex sepadigan variantlari ham bo'ladi. Biz unaqa holatda qilmaganmiz, chunki ponni silliqqa ishlasa, ozgina mehnatimiz ketadi, egalarnikida ham yaxshi xizmat qiladi, yuvish ham oson bo'ladi. Hoshimjon, bitta savolda, mana shu Samarqand fason deymiz-a. Bitta buyurtma bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Bu oz mashaqqati bor-a buni? Bu darvozalar anularga nisbatan sal qiyinroq, lekin vaqtini bir xil vaqtda bitkazib berishga harakat qilamiz. Bularnikini 1 oy olamiz, 1 oyga. 1 oy ichida ertaroq bitsa ertaroq berib o'rnatib beramiz, bo'lmasa 1 oyda bitkazib olib o'rnatib beramiz. Umumiy 1 oy ketadi bu. 1 oy ketadi shunga. Xo'p, qanchadan qilib berdik buni?
Bularnikini summasi 1 million 400 ming so'mlik varianti. Aha. 1 million 400 ming so'mlik varianti. Shuni 17 million 200 ming so'mga kelishganmiz. Qashqadaryo, Jenov degan joyga olib borib o'rnatib beramiz. Olib borib o'rnatib beriladi. Yana qarang, sal narxini parasha materialni arzonlatsa bo'ladimi, arzonroq varianti? Bu darvozalarniki 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi shu ko'rinishda. Aha. 1 million 250 ming so'mdan boshlanadi, 1 million 400 ming so'mgacha qilinadi. Bu 1 million 400 ming so'mlik varianti kimgadir qimmatli qiladigan bo'lsa, 1 million 250 ming so'mdan ham kvadratini yasab chiqarib beramiz. Xohlasanglar, haligi buyurtmay qarabda, mana shuni tillarang qilib berishadi. Xohlasanglar mana bu yerga sherni kallasini qo'yib, turidan zakazga qarab, talabga qarab zo'r kelishilgan holatda qilib beramiz. Xo'p, endi hayteklarga o'tsak-a? Bo'ldi. Haytekni qaranglar o'rtoqlar. Bu darvozamiz razmeridan boshlasak, balandligiga 4 metr bo'lgan, eniga 395 bo'lgan. To'rga 395. 395. Kalitkasi o'ng tomonda bo'ladi. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda. Mashina kiradigan katta kalitkalar mana bu chap tomonga to'g'ri kelgan. Ishlari ham qaranglar, mohirona, glamurni, haligi high-tech haqiqiy stilda maqtash emas, o'rtoqlar. Ko'ringlar, o'zinglar ham kelib, sifati o'zi aytadi. Bu bir qavat dedingiz buni, Bu bir qavatligi, sifati, materiali hammasi joyida bo'lgan, xudo xolisa. O'rnagan joyida ham ancha yillar xizmat qiladi. Kvadratli qanchadan tushadi shunda? Bularnikini bir qavatligi, bunisi 1 million 200 ming so'm. Ikki qavatlilari ham bor, 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. Xizmati birga bir, 100% bir xil xizmat. Lislari ikkili qalin lis, kesakilar ikkita yoni tagi shivellar. O'rtasi o'sha qalin brusdan bo'lgan 3-2 stenkali. Lis ikkili lis, zavodskiy qilib mana ponni dilalarni hammasini zavodskiy qilib yig'dirganmiz bu joylarigacha. Zavodskiy bo'lgan. Hoshimjon, buni misol uchun o'sha narx aytyapsiz-ku, olib borib o'rnashi bilan, to'g'rimi? Olib borib o'rnashi bilan yo'l kirib berasiz degan narsalar bo'lmaydi. O'zbekistonda hamma viloyatiga. Barcha viloyatga olib borib, uстановkalar hammasi ichida bo'ladi. 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan bo'lganda общий ko'rinishi 18 million 900 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Keyin savollar bo'lyapti. Qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsatyapsizlarmi? Qo'shni davlatlarga tamojnigacha olib berib beramiz. Tamojnida u yoqqa agar rasxodini qilamiz deysa, tamojnida u yoqqa ham o'tib o'rnatib beramiz. Yaxshi. O'rtoqlar, tepasi ham juda chiroyli chiqqan, mana inomarkalarga o'xshaydi-da, ko'ringlar. Tepa qismi tahiyasi bor, 70 sm o'chilmaydi. Undan pastda o'chiladi. Ponni o'chib foydalaniladi. Qarang, kraskasiga ham bitta e'tibor beraylik shularda. Sifatiga kraskasi qanaqa bu kraskadan qilyapsiz? Kraskasi bu qora joyi o'sha Gentra, qora Gentraning kraskasidan sepilgan. Gentra o'sha original kraskasi, ha? Bu joylari o'sha banishni, mashinani kraskasidan sepilgan. Kraskalariga garantiya, xudo xolisa. Garantiya beriladi. Kelishilgan holatda banishni deydi-mi, banishni sepib qilib beramiz. Xo'p. Bu 1 million 200 ming so'mlik varianti. O'rtoqlar buyurtma bersalar, chiroyli qilib mana shunday qilib borib o'rnaydi. Yashang, rahmat. Eng qizig'i mana shunga 2025-yil trend darvoza desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Hali nom qo'yish olmayapti. Nima nom? 2025-yilga yangilik deb qo'yib qo'yganmiz o'zimizcha. Bu darvozani eniga ham 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan. Ikkita yon taglari shivellar bo'lgan, o'rta ustumi o'sha brus. 3-2 qalin stenkasida, lislari ikkili o'sha qalin listda bo'lgan, zavodskiy qilib bularni ponna yig'dirib chiqilgan. Yashang. Bular ponni yig'ib, ponna mana chekkalari turibdi, cho'ki mana bu tepada bo'ladi, tagi ham zavodskiy bo'ladi. Bitta cho'ki bor xolos shu joyda, qolgan ponna hammasi zavodskiy chiqadi. Mana bu chaspalarigacha zavodskiy qilib yig'dirib chiqqanmiz. O'rtoqlar, mana shunga bitta nom topib, men taroq dedim, endi hali taroqliga o'xshaydi, lekin hali o'zlari ham nom topisha olmayapti ekan. Gap yo'q. Bu bir qavatli varianti mana. Bir qavatligi ham, moshni bu ham. 2 qavatda effektini beraveradi. Ikkilik lis, bir qavat. Ikkili lis, bir qavat. Buni 2 qavatligi ham bor, ko'rsatamiz. Bularni bir qavatligini kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. 2 qavatligi 1 million 400 ming so'mdan bo'ladi. Общий ko'rinishda 3,5 metrga 3,5 metr bo'lgan darvoza 14 million 700 ming so'mga narx to'g'ri kelgan, obori uстановkalari bilan hammasi ichida. Xo'p, bu 14 million 700 mingga
o'rnaydi. Shunaqa, o'rnatuqlar hammasi ichida. Hammasi juda Ochiq yopib foydalanishaveradi. Mana ruchkalari ham high-tech stilda o'ziga yarashibdi o'rtoqlar. Mana ko'ringlar. Ruchkasi ham o'xshaydi buni high-tech qilib mana hamma yo'g'i chiroyli ekan. Xo'p, navbatdagisi endi eng sifatli, eng qalin darvozalardan bu rang ham boshqacha ekan-a bu. Ranglari ham boshqacha. Sheyda turgan hamma darvozalarda cho'kkan bo'lgan darvoza bu. Aha. 70% pash zavodskoy bitadi-da. Qarang, qanaqa stilli uylarga bir tavsiya bo'ladi. O'tiradi bular. Bu high-tech stildagilarga ham zo'r o'tiradi. High-tech stillarga. Chiroyli chiqqanda cho'kkan xizmati ham uzoq yillar bo'ladi, xudo Hali xolisa. devorlari gulli qilingan uyga Samarqand o'tiradi. Shunaqa. High-techlarga bular chiroyli o'tiradi. Bu ham skromniyda. Lekin buni 2 dan kam qilib bo'lmaydi bu materialni. Ha, ikkili listdan qilinadi, chunki mana bu joyda diametrlar katta-da. Farash listdan qilsa vanlab ketadi. Bu ikkili listdan qilingan hisobiga mana Qalin. tekis turibdi bu. O'rtoqlar. Bu necha qavat bu? Bir qavat bu. Bu ham bir qavat. Bu ham bir qavat mana. Aha. Ikki qavatda effektini beraveradi. Mana. Gap yo'q. Xudo xolisa zo'r chiqqan. Buni razmeri balandligiga 3,5 metr, eniga 380 bo'lgan darvoza, kalitkasi o'ng tomonda bo'lgan. Mana bu ikkitasi avtomobil uchun qoldirilgan. Tepasida 60 sm joy ochilmaydi, undan pastdan foydalanaveradi. Bir qavat ikkili listda bo'lgan, kesakilari ikkita yon, tagi, shivellar, o'rtasi brusda bo'lgan 3 qalin stenkada. Zamoklar o'sha Zuber zamok. Ruchkalarni qo'yganmiz, o'ziga yarashadigan qilib. Bularning 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. O'shanda общий shu darvozamiz 15 million 900 ming so'mga to'g'ri kelgan, obiri bu ustanovkalar hammasi ichida. Xo'p, Hoshimboy yana bitta savol, necha yildan beri shuni ichidasizlar? 2008-yildan. 2008-yildan beri 17 yil bo'ladimi? Shu paytgacha xudo xolasa, faoliyat yuritib ketib turibmiz. Pretenza degan narsa bo'lgan. Yo'q, daveriya. Yo'q, daveriya bor. Bizda xudo xolasa oldanmaydi. Aytilgan materiallar aytilgan holatda qilib beriladi. Insongarchilik. Mabodo qayerdir ish ko'rsatadigan bo'lsa, bitta telefon qilishadi, borib tug'ilamiz. Yashang, rahmat shunchalik. 15 million 900 ming so'mga o'rnatuqlari bilan hammasi ichida. Yashang. Gap yo'q. Zo'r. Xo'p, ana endi mana afsona stildagi ekan-a. Buni kraskasi boshqacharoq ekan-a, buni ham. Buni yangilik qilib qo'yganmizda, taroqlarni olib dila qilganmiz, kraskalarni o'sha glansiviy qora sepmay, mokra asfalt qilganmiz. Qarang, hozir mana kraska bilan 2 xil bu, ha? Ha, rangi 2 xil, lekin kraska zavod bitta. Kraska zavod bitta, rangi biroz boshqacharoq ekan. Rangi mokra asfalt. Lekin unikini GK2 ga totib ketganda, o'zgina GK2 ga podbor qilganmiz. Ha. Bu darvozamiz ham o'sha bir qavat variantda bo'lgan, ikkili list, kesaklari shivellar, ikki yontagi tahiyasi bor, undan pastda ochiladi. Nergi darvoza 3,5 metrlikka addenni kalitka bo'lgan, bunikiga kalitkasini ichida qilganmiz. Ha, ichida ekan. Kalitkasi ichida bo'lgan bular. O'rtada o'ngda bo'lgan. Shu holatda chiqqan, xudo xolasa. O'rtoqlar, mana hamma darvozani hech qanaqa yashirishi yo'q. Mana bu ham bir qavat, ha? Bir qavat bu. Bir qavat ekan bu ham, mana tekis chiqqan mana. O'zlari usta. Hech qanaqa o'rtadagi odam emas. Shunaqa mana. Xo'p, buni necha pul qilib berdik? Buniki ham 1 million 200 ming so'm. Xo'p. 14 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi shu. 14 million 700 ming so'm to'g'ri keladi. Endi Hoshimjon yana bitta so'rash bor. Misol uchun bu yerda yo'q dizayn bo'lsa, misol uchun birtasi qo'shnisinimi, darvozasi bo'lsa, shu yoqqan bo'lsa, rasmga olib tashlab bersa, yasab beramiz. Yasab beramiz. Bu yerda yangilik chiqqan fasonlarimiz ham bor. Prosta uspet qilmaganmiz. Bo'rin tiklaganmiz, o'rnini tuqqa jo'natamiz sekin. Lekin o'rtoqlar, bu darvozalarda yasash mayli-ku, buni ushlab turish qiyin. Reklamaga qo'ydirib olay, aka, bir ikki to'xtab turing, mana, a? Shunaqa. O'z Samarqand fasonga ham u boshqa kiradigan. Uni ham yuklaymiz. Nergi tomonda ham mana bu darvozani 2 qavatligi turibdi. Uni ham maydalab qo'yilgan, ko'rsatib o'tamiz. Uni ham yuklaydiganmiz. Zo'r. Xo'p, mana bu yana trendni boshqacha variant, to'g'rimi? Dizayn bir xil. O'sha darvozaning o'zi prosta 2 qavatligi. Bu qalini bu. 2 qavatligi. Yo'q, listlari ikkili 2 qavat bo'lgan. Hamma joyi bir xil, prosta 2 qavat variant yasalganda. Bu necha pulga tayyor? U 1 million 200 mingdan kvadrat. Bu 1 million 400 ming so'm. Bu 1 million 400 ming so'mlik varianti. Bu ham ikkilik, ikkovi ham. Ikkilik.
ikkili 2 qavat, nergisi ikkili 1 qavat bo'lgan, bu ikkili 2 qavat mana. Aha. Bemalol ko'rsam bo'ladi. Menga mana shunisi yo'q. 2 qavat ikkili lis bo'lgan, oralarni shumilizatsiya qilganmiz. Aha. Ikkili lis, profillar 6 ga profili qalini, kesaklari 12li shivellar, original o'sha rossiyskisi, krugovoy shivellar bo'lgan. Eshiga ko'chadan kelganda o'ng tomonga to'g'ri kelgan. Ikkita qalos splashni o'chiradi. Nerjivekalardan foydalanganmiz. Nerjivekani ham o'sha birli qalin stenkasida bo'lgan. Zuber zamok. Shuni orqalarini ko'rsatsak bo'ladimi? Zuber zamonaga o'rtada. Bo'ladi. Orqasidan mana ko'rib, ochilishi ham yengil ekan. Orqa ko'rinishi 2 qavatlining shu holatda bo'ladi. O'rtada. 2 qavat ko'rinish mana shunday bo'lar ekan. 1 qavatligi ozgina mana bu joylar kirgan chiqqan holatda turadi. Sharnellari ham katta baquvvatidan ekan. Mana pechatga, mana sharnel ko'ringlar, mana dis borda. Shunga ham e'tibor berishib, mana xudo xolasa. Endi men qarang, endi darvoza temiru misol necha yilga garantiya bersa bo'ladi bularni endi. Darvozalar kraskasi qilgan joylarimizniki 5-4 yildan beri turibdi. Turibdi. Ha, zo'r xizmat turibdi. Temiri ham misol 10 yil, 15 yil xizmat qilay. Sababi insonimiz o'zi 5 yil, 10 yil garantiya deb qo'ysam, bu temirda. Temirda. Bilib bo'lmaydi. Lekin osilib ketib, yo kraskasi ish ko'rsatadigan bo'lsa, bitta telefon qilishadi, bir remont qilib beramiz, yangilab. Keyingi xizmatli tekin. Xudo xolasa osilmaydi, kraskasi ko'chmaydi, xizmati zo'r. Mana shu nechiga necha dedingiz? 295 ini, balandligi 316. Narxi qancha? Narxi 13 million so'mga to'xtagan. 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan bo'ladi. Obunachilarga aka kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Yo'lida qilib beramiz, xudo xolasa. Avto shahardan chiqdim desanglar, mana chiroyli qilib berishadi, xudo xolasa. Ana endi bu xudo xolasa qulaylariga keldik. Pechat darvozalarida mana pechatli darvozamizniki bu mana ikkitasi bir joyga o'rnaydi. Dizaynli ham hammasi bir xil ko'rib turibsiz. Razmerlari eniga 2 metr, balandligiga 3 metr bo'lgan. Bu darvozamizniki kattasiniki eniga 280, balandligiga 3 metr bo'lgan. Kalitkasi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan. Buniki ham o'sha ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan. Yashang. Bitta uyga dedingiz. Bitta uyga bu garaj tomonga o'rnaydi. Buni eshigini qilishimizdan maqsad kechasi ko'chadan kelganda ham ochib kirib, mashinani olib kirishlarish uchun. Qulay qilib ketilgan. Bu nechilik bu qalinligi bu? Listini qalinligi 1.3, kesaklari 8 ga 6 profil, profillari 6 ga 4 profil, tagi shivellar. Tagi shivellar bo'lmasa, mashina yuradi, chiqadi, baribir ezib qo'yadi. Baquvvat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bularnikini 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana shu ikkitasini 7 million 900 ming so'mga narx to'g'ri kelgan, obro' o'rnatib beramiz. Gap yo'q aka. Mana tayyor ekan. Mana bular ham bir har xil. Bu ham shunaqa. Bularniki ham narxi bir xil, dizayni shu ko'rinishda. Dizayn boshqacha. Bir ko'rsatib qo'yaraylik, agar shunaqa dizayndagi yoqadigan bo'lsa, buni ham qilib beramiz. Narxi 550 ming so'mdan bir xil chiqadi. Obsh ko'rinishi 4 million 600 ming so'mga to'g'ri kelgan. O'rtoqlar, mana 1-2 yildan beri shayda obzor qilamiz. Bular ham injiq odamlar. Chunki misol uchun demoqchiman, aytgan razmer o'sha qalinlikdan yuqa chiqsa, shunaqa. Deylik, shu dogovordagi narsani qo'ymagan bo'lsa, darvozani bekorga. Shunaqa. Listli darvozada ham shu darvozani dogovor qilib materialni parashlatib qo'ygan bo'lsam, bekorga. Misol uchun 2lik desa, 1.8 chiqib qolsa bekorga. Ha, 1.8 misol 2liga dogovor qilgan bo'lsam, 2lik, ba'zida 2liga dogovor qilib, 2li listimiz qolmaganda 3lik ham qo'yib bergan kunim bo'lgan. Razницасini men pulini olmaganman. Nimaga shu insonga qo'yib beraman deb lavz qilib olganman. Listimiz bo'lmasa biz iloji yo'q bitkazib berishimiz kerak. List tugab qolgan. Ha, undan qalin listlarni ham qo'yib bergan vaqtlarimiz bo'lgan, razницасini olgan. O'rtoqlar, mana buni ham 09'lari bo'ladi-da, to'g'rimi? 09'lari bo'ladi. Bizda sal parashini materiali zakaz kamroq bo'ladi. Ko'pchilikga materiallarni tushuntirsak, qalinidan qilib ber deyishadi. Shunisiga adashmanglar o'rtoqlar. Bu 1.3 metr qalinlik, to'g'rimi? Shunaqa. Bular 1.3 qalinlik. U 09, 08 bo'ladigan, u boshqa 550 mingdan kvadratini qilib beraman, telefon qilishsin. 12ta o'sha butun O'zbekiston bo'ylab yoki qo'shni davlatlarga ham o'rnatib beramiz deyaptilar. Bu yog'ini telefonni kelishasizlar. Mana endi Dubay
pechat Dubay fasoni, ha? Shunaqa Dubay fasonidagi darvozamiz. Aha. Bularning narxi nergilarniki bilan ozgina farqi bor. Sababini tushuntirib o'taman. Hop. Kesakisi mana yondor stokalari shiveller bo'lgan. Ha, bu Ikkita shiveller. yon taglar shiveller. Mana bu profil Bu profil. Mana shiveller. Bu shiveller bo'lgan. Nerjiveka yopishgan bunga. Aha. Listlar o'sha 1-3 list, profillar 6 ga to'g'ri profil. Bularnikini kvadrat metri 650 ming so'mdan chiqadi. Material ozgina usilinib qolganda, Ruchkalari ham qimmatroq bo'lsa kerak-a? ha, ruchkalari ham o'sha yaxshi high-tech zamonadan bo'lgan. Darvozamiz eniga 3.40, balandligi 3.5 metr bo'lgan. Listlari fonda o'sha 1-3 list, kesaklar shiveller 7 million 700 ming so'mga to'g'ri kelgan shu ko'rinish. Qarang, mana bu kraskalar bilan bir xilmi bularning kraskalari ham? Kraskasi bir xil, banishni kraskasi beramiz mashinanikidan. Yaxshi. 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan chiqadi, mana buniki 600 ming so'mdan chiqadi. O'zi nimaga 50 ming so'm arzonligini deb o'ylaydiganlar ham chiqib qolishi mumkin. Aha. Sababi bunda nerjiveka bo'lmagan. Ha, nerjiveka yo'q bunda. Nerjiveka yo'q. Zakasimizda kelishuvda nerjiveka bo'lmagan. Nerjiveka yo'q, mana 600 ming so'mdan bu. Ha. Yaxshi, tepalari lazerlar. Lazerlari ham qalin bo'lsa kerak. Shunaqa 1.8 listdan chiqarilgan. 8 listga ham yo'q. Buni ham kesaklari shiveller bo'lgan. Aha. Listlar o'sha qalin 1-3 list, profillar 6 ga to'g'ri. Ikkitasini materiali bir xil chiqqan, 600 ming so'mdan chiqqan. Nerjivekasiz, nerjiveka bo'lmay chiqqan. Общий ko'rinishi 7 million 300 ming so'mga olib o'rnatib beramiz. 7 million 300 ming so'mdan o'rnatib berilar ekan o'rtoqlar. Ana endi nima videomizning asosiy joyiga keldik. Ha? Shu Voy. listli darvozani teng yarmi narxi deganingiz shu bo'ladi. Mana bu 1 million 200 ming so'mlik. Shunaqa 1 million. Bir qavatlisi shunday. Bir qavatligi, ikkili list. Mana bu narxni o'zingiz ayting. Buni narxi Kvadrati. kvadrati 600 ming so'mdan. Teng yarmiga to'g'ri keladi. Aha. 8 million 700 ming so'mga общий ko'rinishda kelishganmiz, obara o'rnatamiz, uстановkalar hammasi ichida. Ishoninglar, nalichkasi ham vobshe ochib qo'yibdi, qaranglar. Ha? Men qarang, shu nalichkalar bilan birga 600 ming so'mdanmi? Fonda nalichkadan mana shu joydan razmer olinadi. Bu nalichkaning chekkasidan nergingacha razmer olib kvadratga chaqib opsumasini chiqarib o'rnatib beramiz. Lazerlari ham, tepasi ham juda chiroyli. Bu darvozani egalariga bonus bo'lgan joyi bor. Aha. Yarmi pechat, yarmi list. Lazerni joylari ham o'sha 1.8 listdan chiqarilgan nalichkalari ham fonda. Mana shu qanotini yarmidan pasti pechat bo'lgan. Qarang. Mana bu yer pechat, Ha. bu yer pechat. Endi mana lazerlar listda endi, to'g'rimi? Shunaqa fonda tepalari, mana yo'llari o'sha listli darvozani materialdan ishlagan, list ishlagan. Mana o'rtoqlar, mana ham listdan qilinadi hamma. Buni ham zavodskiy qilib igdirib, o'sha dila qilib igdirib yopishtirganmiz. Qo'linglar dard ko'rmasin. Xullas, qarang. Biz obunachilar telefon qilib, aka, mana shundan o'sha qora high-techni 600 ming so'mdan qilib berasiz. Shunaqa. Yo'qcha kelishtiramiz. Yo o'zi taqalganimi bu? Yo'lini topib olsa, o'tadigan joyimiz bo'lsa, o'tib beramiz, xudo xolasa. Yashang. Endi bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, balandligi 3.26, eni 3.57 bo'lgan. Aha. Darvozaning o'zi ikkita yoniga nalichka qo'shilgan, 30-35 santimetrdan. Eniga 4 metr oshiqroq bo'lganda, 4.15, balandligiga 3.5 ekan. Balandligiga 3.5 metr bo'lgan nalichkadan boshlab. Yaxshi. Buni 8 million 700 mingga o'rnaydi. Uстановka qilib beramiz. Bu o'zimizni Namanganga, Toshbuloq qo'rnaydi. Egalari ham xursand bo'lsa kerak, xursand bo'lsalar kerak. Aka, ko'rayotgan bo'lsangiz bir bitgan variantini, kommentariyani. bitgan variantini bitgungacha video qilib tashlaganman. Chetda ishlarni o'qiyam, Rossiyada ishlarni. Bitgungacha video qilib tashlaganman. Yig'ilgan holatini tashlamadim hali. Endi bitta video qilgan akaga jo'natib qo'yaman. Bitta sizdan iltimos faqat, shu darvoza o'rnagandan keyin bitta chiroyli video qilib menga tashlab berasiz. Bo'ldi. Men qiziqyapman, qanaqa uyga o'tiryapti, mana nalichkalariga qiziqib, mana, ha? Bo'ldi. Yashang. Chiroyli chiqadi o'rnagan. Xo'p, yana nimalar bor? Mana bu yoqda listlar bor ekan o'rtoqlar, mana pechat listlar, ish jarayonlari bor, uni ham. Mana bu yoqda ish jarayon ketyapti. Mana bu yoqda ham ish jarayonlari mana.
turidan bor ekan mana. Mana nechilik lis mana bu? 2 lis bular. Bular 2 lis ekan. Mana shunaqa bo'ladi, mana lissi xom holat. Mana bu yoqda profillar, shvellerlar turar ekan-a? Mana shvellerlarimiz ham, mana o'rtoqlar. stenkalar mana. Qaysi bir rossiyskiy bo'ladi? Mana shular rossiyskiy? Bularniki yangi, mana bular rossiyskiy. Mana bular rossiyskiy, mana unisi yangi o'zimizdan chiqqan. Rossiyskiy shvelleri ham hozir yangisi kelib turibdi buni ham. Kelib turibdi. Shunaqa. Rossiyada ishlab chiqarilgan, yangi zavoddan kelgan-da u. Mana bu yerda Samarqand darvozani qaranglar. Samarqand fasonni o'sha kraskaga tayyor bo'lib qolgan holat, ya'ni ozgina chalalari bor, qarab mana. Ish jarayoni ketyapti. Choklarini ham tekis qilib, bilinmaydigan qilib ishlab qo'yilgan hamma joyini. Juda zo'r. Buni gullar bor qornida, mana bu joyda gullar o'rnaydi. Tepasiga mana bu qismlariga ham o'sha kovinli gullar o'rnaydi. Mana bu yoqqa gullar o'rnab, ko'pchilik hali qiziqishadi-da, bez kraska holati qanaqa bo'larkin deb. Mana shu bez kraska holati. Bez kraska holati. Arkalar yorilib ketmaydimi deydi gollarga. Mana arkalar ham zavodskoy bo'lgan. O'sha 2 listdan chiqarilgan. Choq solmay, kesmay. Oldinlari julli shpekulovka sutaganmiz. Endi rivojlanib ketgan hisobiga shunaqa holati chiqib turibdi. Bu bitta qanoti, mana bu bitta qanoti. Kalitkasi o'rtadan o'ngdan shu holatda ochib qo'yganmiz. Mana o'sha eshigi odam kirib eshigi mana bu. Shu mana profillari ham qalin bo'lgan. Fonda mana bu kichkina detalgacha qalin bo'lgan. Mana rangi qoraligidan ham bilib olsa bo'ladi. Shumkalar ham yo'qdi. Mana o'sa 2 qavat shumka bo'lgan. Nalichkasi, bunisi yondirlari. Nalichkasi, kesakisi. Kesakisi, aha. Mana bu joyi 30-35 sm devorga minib ketadi apshipka bo'lib, bu joyda trubasi bor, tevada kovinli gullar o'rnaydi mana bu joyga. Buncha katta bu, qanaqa o'rnatasizlar? Kovinli gullar o'rnaydi. Endi biz ikki amallab qo'yib olamizda joyiga. Mana qaranglar o'rtoqlar. Bitta darvozani necha minutda o'rnatasizlar? Bitta darvozani joyi tayyor bo'lsa 1 soatdan 2 soatgacha vaqt ketadi. Aha. Ligirovkalari bilan to'g'risi sharoit yaxshi joy bo'lsa. Og'irda. Buni bori 4 kishi ko'tarib bo'lmaydi buni. Buni qanot ilgandan keyin 15 kishi, 20 kishi ham ko'tara olmasmikin, og'irib ketadi. Buni bo'lib o'rnatasizlarmi? Shunaqa bo'ladi. Buni birinchi kesakisini tiklaymiz, nolga o'ldirib, ligirovkaga qaratib, buni qanotini tiklaymiz, ligirovkasini qilsak, xudo xolasa. Uruvinga qo'yib va nol bo'ladi. Yashang, rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda Samarqandning zo'rlarini yasang. Bularni ham agar tayyor bo'lib bitib qolsa, uspet qilsak, tiklab videoga chiqaramiz, xudo xolasa keyingilarga. Gap yo'q. Xo'p, qolganlari bor, ustunovka. Bu yoqda ham bor, ha? Ha, ustunovka kititganlar bor. Tayyorlar mana bular bor. Aha. Mana lisli darvoza o'zlariga yangi fasonlardan bittasi high-tech fason deydi buni ham. Nechilik bular? 2 Listini qalinligi 2 qavat lis mana. Ha. Ovoz yo'q mana. Yo'q, 2 qavat 2 lis, oralarini shumilizatsiya qilganmiz. Aha. Darvoza og'irligini hisobiga kesaklarni ham o'sha 12li rossiyskiy shvellerda qilib qo'yganmiz. Ko'chadan kelganda kalitkasi o'ng tomonda o'rtada ochiladi. Hozir bular sekin-sekin egalariga yetkazilyapti. Jarayonda. Ha, maydalab o'rnatuqqa chiqaramiz. Mana bu joylarda ham o'rnatuqqa qaraganlari bor. Bularnikini eniga 3,5, balandligiga 4 metr bo'lgan darvoza 1 kvadrat metri 1.400.000 so'mdan chiqadi. Yaxshi. Xullas, o'rtoqlar, mana Namanganda eng oldi ustalari. Misol uchun buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, ikkilanadi har xil odam. Misol uchun aldanib qolmaymanmi yoki misol zakaz bersam materialdan urib qo'ymaydimi? Misol zakaz bergandan keyin egasiga siz ham video orqali tashlab berib turasiz. Bunda bosh svarkaga boshladik, kunli video qilib bitgungacha tashlaymiz. Kraska bugungacha. Endi bu joyda mana taroq fasonimiz bor, 1 qavat bu ham. Aha. 1 qavat 2 lista bo'lgan. Aha. Kesaklari 2 ta yon tagi shivellar. Eshigi ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'lgan, ichkariga ochiladi qanotli, tahiyasi bor, undan pastda ochiladi. Bularnikini narxi 1 kvadrat metri 1.100.000 so'mdan chiqadi. Xo'p. Mana bu yoqlar, mana o'rtoqlar pechatli darvoza. Bularnikini 1 kvadrat metri o'sha 550.000 so'mliga bitta ko'rsatib qo'ysangiz, deylik, qaysi biri yoqadigan bo'lsa, bular ham biri 3mi? Material biri 3. Qaysi bir ma'qul kelsa fasonlarni buni ham yasab, bir ustunovka qilib beramiz. Kacheli ham yasaysizlar, ha? Kacheli ham qilib beramiz. High-tech stilda kachelar, qaranglar. Gap yo'q. Buni nech pulga tayyor bo'ladi bu? Bularnikini fasoniga qarab chiqaveradi.
Mana shuni qanchaga tayyor qilib bo'ladi? Shularniki просто buni образезga yasaganmiz. Kashelarniki 3 million atrofidan boshlanadi eng arzoni. U yog'i talabga qarab $500, $1000 ketaveradi. Mana bu tagi ham bor ekan, olib qo'yibsizlar a? Bor. Tagi ham mana oyoqda oyoq qo'yadigan joylari ham bor, yechib qo'ygan. ham bor, yechib qo'yibdi. Xullas, rahmat shunchalik ma'lumotlar berib, bemalol buyurtma beringlar. O'ylanib o'tirmang. Hop. Shuni qanotini ko'rsatib beraylik. Uni yerga bir qavatligini ko'rsatdik. Bu 2 qavatli variantida. Ha, bu 2 qavatli turetskiy high-tech, ha? 2 qavatligi. Mana. Bu ketyapti-ku o'rtoqlar o'zi. Yuklashga tayyorda bu. Aha. Shumlari ham yo'q. Shu zo'r chiqqan. O'qam o'tmasa kerak. Shunaqa 2 qavat ikkili lista bo'lgan, orqa ko'rinishi ham tekis. Shumkalarni ham 2 qavat qilib qo'yilgan. Bir qavat penoplast, bir qavat stigilavati. Dergin bilan dizayn hamma narsasi bir xil. U bir qavatida, bu darvozamiz 2 qavat bo'lgan. Endi oberib egalarnikiga o'rnatamiz. Yashang gap yo'q. Uстановkaga tayyor holat. Ish jadallik rivojlanmoqda, ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Yana bitta o'sha videoni boshida aytganimdek o'rtoqlar. Hop, mana bu gitara fason deydi. Endi bularni darvoza ko'pligiga oldin ocha olmadik. Keyingi videolarga agar o'chirib qolsa, buni ham ko'rsatamiz. O'rtoqlar, yana o'sha videoni boshida menga yordam berasizlar. Kommentga yozib ketinglar. Mana bu 1. Mana bu 2 yoqqan bo'lsa, manasi 2. Mana turetskiy 3. Mana bu 4. Mana bu 5. Qaysi high-tech ko'proq yoqadi? Men ham bilmoqchiman odamlarga. Shu, biz ham qiziqamiz odamlarga qanaqa stilda, ha? Shunaqa. Xullas, rahmat. Boshqa ma'lumotlar qolmadi. Okay, darvozalar shulardan iborat edi. Ya'ni yangilik darvozalar bo'ladigan bo'lsa, bir aloqalashamiz, terib inshaalloh video qilamiz. Bizda yo'q fasollar bo'ladigan bo'lsa, tashlab berishsa internet orqali uni ham qilib beramiz. Sizga yana bitta iltimos, obunachilarimiz yanagi safar yangicha mana bundaqalarda yana bitta bir yangicha bir boshqacharoq bir ishlaylik. Qilamiz bo'ldi aka. Yoraylik, xudo xolasa. Rahmat shunchalik ma'lumot berganingiz uchun. O'rtoqlar, hech ham o'ylanmanglar. Bemalol buyurtma, telefon qilinglar, xudo xolasa o'zlari o'lchab, chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Yashang. Aloqaga chiqaverasizlar.